Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Ulkan o'rmonda bir ayyor tulki bo'lgan ekan. Bir kuni u yo'lda bo'rini uchratibdi. Bo'ri semizgina quyonni tishlab ketayotgan ekan. Tulki bo'riga: "Assalomu alaykum bo'ri tog'a. O'lja muborak. Men sizga yangi yilga semiz qo'chqor olib qo'ygandim. Endi uni o'zim yeya qolaman", debdi. Bo'rini quvonchi ichiga sig'may shoshib pishib tulkiga: "Yo'q, nega endi? Men albatta sovg'angni qabul qilaman. Sen hozir uyingga boraver, men orqangdan tezda yetib olaman", deb o'rmonga kirib ketibdi. Tulki esa bo'rining orqasidan sezdirmay poylab boribdi. Bo'ri ulkan eman kavagiga quyonni yashiribdi. So'ng tulkining uyi tomon ketibdi. Bo'ri ketishi bilan tulki daraxt kavagidan o'ljani olib paqqos tushiribdi. Bo'ri borib qarasa, uyda tulki ham, qo'chqor ham yo'q ekan. Shunda bo'ri aldanganini sezib orqasiga yuguribdi. Daraxt kavagiga borib qarasa, u bo'sh ekan. Laqma bo'ri ochko'zligi uchun luqmasidan ayrilibdi. Qissadan hissa shuki, ochko'zlik yomon odat, keltirar faqat kulfat.